Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Biz mana 5 etajli obyektimizni santexnika ishlarini tugatdik. Oxin akamiz tushuntirib beradi, nimalar qanday sistemada ishlangan bu xonadon sizga tushuntiradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu yerda bo'lgan ishlarni birma-bir qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman. 5 etajli danamizga одноконтурный котел vixt boilerdan qo'yganmiz, ya'ni issiq uchun. Bu degani qaysi tochkani ochsangiz birdan suv keladi. Ketamiz. Bu yerga zapas suv uchun bak uchun 750 talik bak uchun joy, press control. Agar suv mabodo tugab qolsa, shu suvdan foydalaniladi. Bu esa чистоотный motor, ya'ni 5 etajga birdan kuch yetkazib beradi. Qaysi sistemani ochsa, smestитель ochsa, o'shanga yarasha suv beradi. Bu ko'simli boiler, 200 litrlik boiler qo'yilgan bu yerga. Va bu yerga filtr, mabodo suvda iflos narsalar kelsa, qaytarib qolish uchun. Bu kollektorimiz triходовой klapan bilan qo'yilgan to'pli polga. Birinchi etaj podvol uchun maxsus yig'ilgan. Bu yerda gidrostrelkamiz qo'yilgan. Har bitta etajga alohida sirkulyatsiya motorlar, boiler uchun qaytish vixti va albatta har bitta etajga kollektordan lichovoy sistema qilib yiqqanmiz. Xozayin qiynalmasligi uchun, tushunarli bo'lishi uchun har bitta etajda har bitta radiator отдельный ko'rinishda qo'yilgan. Sistemamiz shundan iborat. Kotobxonamiz shunaqa qilib yig'ilgan. Mabodo podvolga suv toshayotgan bo'lsa, podvol uchun alohida suv toshgan paytda kanalizatsiyaga quvish uchun kanalizatsiyani motordan qo'yganmiz. Sistemalarimiz shunaqa yig'ilgan. Har bitta narsa o'tib ketilgan, qo'ldan kelgancha yig'ishga harakat qildik. Mana ishlatdik. Xudo xolasa, normal, chiroyli chiqdi deb umid qilaman. Bahoni o'zlaringiz berasizlar.